Я тоже прячу, посмотри на это! Bosamiz. Ketdi. Voy. Mashina ekan bora. Voy, maslash ko'raman. Ishonmanglar. Hammaga assalomu alaykum. Bizda yangi challenge 24 soat ichida kim ko'proq maksimal tezlik yig'ish. Buni shartlari juda oddiy. Nasim aka sizlarga tushuntirib beradi. Demak, samolyotdan tashqari xohlagan transportda xohlagan narsani ishlatib turib 3 raund davomida maksimal tezlik yig'ish kerak bo'ladi. Kim ko'p maksimal tezlik yig'sa, o'sha odam challenge g'olibi bo'ladi. Tushunishim bo'yicha 3 ta narsa ishlatyapmiz. Hammasini skorosti yig'ilyapti. Kim ko'p yig'sa, Shu g'olib bo'ladi. Faqat bir xil transportni 2 marta ishlatish mumkin emas. Sizga tushunarli? Menga hammasi tushunarli. Bittasini tushunmadim. Prizovoy fond nima? Ha, prizovoy fond. Eng muhim narsa, Prizovoy fondimiz bizda mana 100 ta elementali 5 million so'm. 5 million so'm. Buni yutgan odam oladi. 5 million so'mlik bo'lar ekan men dedim. Mani o'ylashim bo'yicha 5 millionga stoyt. Qanaqa stoyt? Men cho'ntagi Oxirgi qilmaydi. zo'r turadi. Ya buni bu yoqqa berib turasiz. Buni yutganga 24 soat ichida kimgadir beramiz. Menga o'sha. Sizga omad tilab qolaman. O'zimga omad. Siz yutsangiz ham xursand bo'laman, lekin Nasim aka yutmasinlar. Unda vaqt yo'qotmaymiz. 24 soat boshlandi. Hammaga omad. Ketdi. Xullas challenge boshlanganiga bor-yo'g'i 1 soat bo'ldi, lekin men o'sha arendaga mana bunaqa chiroyli tochani olib qo'yganman. Hozir shunda biz maksimalniy skorost yig'amiz. Xullas barcha ko'rayotgan videolar sun'iy qilingan. Ishonmanglar. Mana do'stlar, men hozir dunyodagi eng katta akvaparklarning biri Atlantisdaman va bu yerda biz birinchi raund uchun tezlik yig'amiz. Mana bu ko'rib turgan gorkilarda maksimal tezlik yig'ishga harakat qilamiz. Qani ketdi. Mana challenge'imizni ham boshlab oldik. Men zipline'ga keldim. Magic City'dagi. Ko'rishingiz mumkin. Zipline 25 ming so'm ekan, kattaligi 50 ming so'm ekan. Men o'sha kassadan bilet oldim. Bularni aytishi bo'yicha 40 kilometrdan 50 kilometrgacha skorost yig'sa bo'lar ekan zipline'da. Uni endi o'zimiz ko'ramiz. Ketdi. Sho, men tayyorman. Ko'rishingiz mumkin qanaqa balonli. Pastda park, to есть Magic City. Men hozir shu yerdan nariga chetiga boraman. Harakat qilaman maksimalniy skorost yig'ishga. Endi bu yog'i mendan emas, o'zingizlar ko'rasizlar. Omad tilab qolinglar, ketdi. 1 2 3 ket. Mazza! Mana sizlarga skorost. Aylanib ketib qoldimi? Aylanmayapman. Voy, mazza ekan. Zo'r to'g'risi, mazza qildim. Вообще cho'tki bor. Yana-chi chiroyli joyi ko'rib ketyapman. Mana shu polniy parkni hammasini. Boshqacha bo'lar ekan emotsiya. Normalniy skorost yig'ib oldim. O'zingizlar ko'rdinglar. Menimcha shu 45 atrofida shunaqa skorost yig'dim. To'xtanglar. Men rostdan 136 ga chiqdim deb o'ylayapsizlarmi? Mana rosta kam kadrim. Kamida 150-200 degan toychoq, lekin bunda PDT qoidasiga rioya qilgan holda 65 ga yurdim. Bolalarga degan gapim bitta, bolalar tayyorlaninglar, ertaga 2-3 raund bo'ladi. Undan ham kuchliroq, undan ham mo'shniroq. Men esa ketdim bo'ldi.
Keldim, bu yoqda skorost 50 gacha oshirsam bo'lar ekan. Ani benzinoviy anaqalari yo'q ekan. Men o'yladim 80 ga chiqsam bo'ladi deb o'ylasam, yo'q 50 ga ekan. Chunki hozir mana boshlaymiz. Все, GoPro tayyor, syomkaga tayyorman. Bosamiz, ketdi. Text a message, I don't know. Вот, o'zingizga ko'rdinglar. Hatto strasno bo'ldi. Text a message, I don't know the number. Ko'rishingiz mumkin, soat 2:47 bo'lgan. Men yo'lga chiqyapman. Nimaga men unaqa vaqtda turdim? Nima deb o'ylaysizlar? G'alaba bu prinsip deydi-yu, soat уже. Hozir diddi yo'q qilmang, mana mana gapiring. Diddi yo'q qilmang. Mana mana gapiring. Masalan, hammaga oddiy yoqadi-da. G'alaba bu уже prinsip. Soat ko'rishingiz mumkin. 3 bo'lgan, mana 3:01 yo'lga chiqdim. Ikkinchi va 3-chi raundga hozir ketyapman. Qayerga ketaman deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ikkinchi raund uchun ushbu lokatsiyaga keldim. Lokatsiyani ko'rishingiz mumkin. Qayerdaligimni. Ikkinchi raundga tayyorman. Ketdim bolalar. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Balandlikdan qo'rqaman. Bu tezlikdan qo'rqish emas, balandlikdan qo'rqishni yengish ham bu aslonoy meni o'zimga qo'ygan maqsadlardan bittasi edi bu. Tushib ketsam, lekin bilmadim. Tushib ketsam, shunaqa fikr keldi. Qaranglar balandlikni, mana yerni ko'rsataman, mana. Xo'sh, soat ham 7:30 bo'ldi, почти. Men Jizzax shahridaman. Kichkina podskazka beraman, Zominga keldim. Nima deb o'ylaysizlar, nimaga? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Poyezd bor-ku, hozir ko'rayotgan poyezdinglar. Menga boshda yoqib chiroyli ko'rinadi, hozir lekin to'g'risi o'zi jahlimni chiqaryapti, chunki уже 15-20 minutdan beri o'zi shu yerda turibmiz. U chertdan уже kilometr bo'ldi, ko'rishingiz mumkin mana. Вообще tashlandiq, joyda turgandek turibmiz, hech narsa yo'q. Zominga yo'l yopiq. Va nihoyat shlagbaum ko'tarilib, yo'llar ochildi. Va men Zominga kirib keldim. Soat 9 bo'ldi. Xudoga shukr kelib oldik. Pogoda вообще шикарный. Sovuq bo'lsa ham havo toza lekin boru. Hech kim yo'q. Bolalardan ham bilan birinchi bo'lib rekordni men uraman 100 talik. Hozir mana shu yerda tepasiga chiqamiz, o'sha yerda zipline. Ko'rasizlarmi? O'sha yerdan tushamiz. Bolalar, Shahzod, Nasim, tayyorlaninglar. Men yutaman. 5 milliondan tayyorlab qo'yinglar. Nima bo'lyapti? Voy, to'xtab qotganga o'xshyapti, xuddi ana samolyotda g'alati turbulentность bo'lganda, shu sheynilar tez bosyapti-da, meni esa shamol uchirib yuboryapti, bilaman. GoProdan sezilyaptimi, sezilmayaptimi? Voy. Boratlan bitta. Va operaga qaytamiz. Ton. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Tezroq tushira qolsa, meni belim og'rib ketdi уже. Bo'ldi, shunaqa bolalar men pasayyapman. Sekin prezimleni qolman. Ikkinchi raund shu bilan yopdik. Ketdi endi sekin 3-raundga boramiz. Yerda bir 60-65 atrofida bo'ldik desa tezlik. Men o'rtachasini olsak ham 62-63 menimcha bo'ldi. Yomon emas. Ikkita raundda o'ylaganimda 100 dan oshdi. Endi uchinchisiga bir 100 yig'sak 200 bo'ladi. Umuman 3 raund teragan tez. Nima o'ylaysizlar? Yutaman, yutmayman bu challenge. Kommentariyada yozib qo'yinglar va bu
Uchun ham agar yoqqan bo'lsa, parasailing sizlarga обязательно like qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Zaminga ham keldik, mana bunaqa qog'ozlar to'ldirdik. Agar nimadir bo'lsa, to'g'risi o'zim juda qo'rqyapman. Endi qo'rqishga qo'rqmayman-ku, lekin sal yurak titrayapti. Hozir shu qo'rquvni yo'qotamiz. Mana bitlarni qaranglar, mana shundan hozir sakraymizda. Mana shu bola mana voditelim bo'ldi, bu ham hozir sakraydi. Oy, maslash ko'raman. Challenge nimalar qilmaymiz, bilasiz oyi. Xullas ketdi biza. 5, 4, 3, 2, 1, ketdi. Voy, блин, voy maza. Besh nomari kelma bo'lsa ham. Nechta sochim oqardi, lekin hozir bora shuncha joyi o'zdi. Oyog'i titrayapti. Lekin zo'r bo'ldi, boru. Vashta zo'r bo'ldi. Biling, qanday kim qilmagan bo'lsa, sakramagan bo'lsa sakrashni tavsiya qilaman. Zamin nomer 1ni keldi. Lekin vaqt ketdim, okey, birotolasizlar. Mana operator Timur ham ketimdan sakradi. Reaksiyasiga o'zingizlar baho beringlar. Ya do'st bergan bizlar legenda. Hammaga oddiy yoqadi. Hammaga oddiy yoqadi. Hammaga oddiy yoqadi. YouTuberlar olg'a! Bolalar, cho'tta sizlar meni seryozni qabul qilmadinglar shekilli. Sizlar o'yladinglar, ikkita skoristda men 50 dan 100 yig'dim, bo'ldi deb o'ylaysizlar. Mana men toychon ko'rasizlar. Men Atila Rasulxaymaga keldim. Mana shu toychoqda Mustangda sizlarni 3 ta raundda yig'gan tezliginglarni men bitta shu toychoqda yig'ib qo'yaman, bolalar. Shuning uchun ketdi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek 3-raund uchun men bu ortimda turgan avtobusni tanladim. Bu bilan 120-130 oralig'idagi tezligi chiqsa bo'ladi deb aytishdi. Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Qani ketdi. Mana do'stlar, avtobusimiz ham sekin-sekin qo'zg'aldi joyidan va tezligi yig'ishni boshladi. Umid qilib qolamanki, 130 tezligi chiqadi. 140 ga chiqsa undan ham zo'r bo'lardi, lekin menga chiqmasa kerak. Lekin 140 gacha ham chiqsa bo'ladi o'zi pasutchi. Hozir ko'ramiz, maksimum tezligi chiqqanda aniq tezligini videoga olib ko'rsatamiz. Harakat qil. Do'stlar, hozir maksimal tezligi ham chiqdi, lekin kutganimizdek 120-130 tezlik bo'lmadi. Ancha tezlik qilganini mana hozir ko'rishingiz mumkin. Kanamdek bo'lmadi-yu, lekin baribir ham tezlik yomon emas. Birinchi-ikkita raund qaraganda va umumiy hisobda g'alaba baribir ham bizaniki bo'lishi kerak. Mana do'stlar, shunaqa qilib turib challengeimiz ham tugadi. Mana avtobus afsuski biza xohlagan tezligi chiqa olmadi. 99 ko'rganlar 99 km/soatga tezligi chiqdi. Lekin baribir ham umumiy hisobda baribir ham yomon emas va bu natija boya aytganimdek albatta g'alaba qozonishga ketish kerak. Işte endi ketdi Toshkentga. İkinci lokatsiyaga keldim. Bu zipline. İkinci oxirgi lokatsiyam. Shu yerda hozir uchib, oxirgi gelishlarni yopaman. Ketdi. Bitta shansimiz bor, boshqa shans yo'q. 1, 2, 3 ketdi.
Shu zo'r bo'ldi. Necha kilometr chiqdim aka? Uzunligim necha kilometr bo'ldi aka? Qanday bo'lish? O'zi 50-60 tezlikda. 60 kilogrammdan tepirlab 60 tezlik chiqadi. 70 kilomi 60 kilogramm 60 kilometr chasdan tezroq yurdim aka, xudo xolasa. Даже уже tomog'im yetib keldi, to'g'risi. Nafasim yetib keldi. Mazam qayli. Ashirlik bor. Nafas xotirligi. Aka gap bo'yicha 60 kilodan oshgan bo'lsam 60 km chasdan tezroq yurgan bo'laman. Mayli, 60 rovna deylik. 60 keyin men bu sakragan base jumpingim u ham 50 km chas bo'ladi где-то. Xullas, общий shunda 110 km bo'lyapti. Plus mototsikl kech payt общий review qilib, necha kilometr chas yurganimni ko'ramiz. Ketdi. Mana challenge ham tugadi. Uyga qaytayotganimda ishonmaysizlar. Yana o'sha holatga tushib qoldim. Mana poyezd vaqti va ko'chalar. Otlar ham bor ana. 24 soat ham o'tdi, challengeimiz yakuniga yetdi va o'zimizning rezultatimizni ham bugun ko'ramiz. Kim necha skorost qilgan ekan. Men uverimman, bolalarni bemalol yutganman. Просто bolalar ishonmayapti, lekin gap. Boshqasidan gaplashaylik, kim o'verilmas yutganiga, shuni aytaylik, kim o'verilmas. Men 100 talik o'veraman, men yutganman. Men даже ani yutishimni bilganim uchun mana pulni o'zimni yonimga qo'yib qo'ydim. Maksimal yonimga. 3-o'rinni soatiga 175 tezlik bilan Shohrux egalladi. Tabriklayman. Menimcha noto'g'ri qildi, 3-chi emas, 1-o'rin 175 Shohrux. Ya, 175 bilan 1-o'rin nima? 175 ekan, men Anaqa xafa qilmoqchi emasman-ku. 175 men bitta chasda yurganman. Shoh ola qilganda birinchi chans yugurgan o'z tezligi bilan, ikkinchi chans belida yurgan, uchinchi chans samakatda yurgan. Nima bu 175? Shu ham skorost. menimcha noto'g'ri sanagansiz. Bitta yana boshqa sanab kerak. Chunki men bo'lishi mumkin emas 175. Juda kam bu. Mayli, ikkinchi o'rin kim ekan? Birinchi o'rinni 63 tezlik farqi bilan Shahzod egalladi. Общий скорость yetishimda. Qanaqa 63 farq tezlik bilan bo'ladi? Tushunyapsizlarmi? 63 farq tezlik bilan deyilyapti. Bu degani sizdan 63 kilometr bering pulni yo'q, 63 kilometr tezroq yurganman. Ha 50 qilaylik hasabi. Menga 2 million, senga 3 million. Bunaqa narsa yo'q, bering. Chestni bo'ling. Menga haqa 1 million, 3 menga ikkinchi o'ringa nima bo'lsa? Beringlar, menga beringlar. Endi sizlarga aytamiz, mana meni tezligim. Videoda ko'rdinglar. Mustangda nechaga chiqqanimni hali hech kimga ko'rsatmadim. Mana shu kadrni endi ko'ringlar. O'zinglar ko'rib turganinglardek, Mustangda 158 kilometrga chiqqanman. Bular bunaqa tasavvur ham qilmovdi-da. O'shanga mana biz moshinalar bilmaymiz-da, o'shani shunaqa bo'ldi. Xafa bo'lmaysizlar. Men sizga 50 ming. Kerak emas, kerak emas. Choy ichishadi mana 50 ming. Choy ichasizlar. Sizga savol, men Mustangda yuribsiz. Mustangda Shoh kerak emasmi rostdan? Kerak emasmi? Hatta uyimga yetib olaman. Endi shu 5 million yutdingiz-a? 4 million 900, 4 million 900, 100 ming manda, 4 million 900. Stoyt bu. Aytmoqchi bo'lganim, Mustang arenda ko'rgansiz, bilet olgansiz. O, по-любому men ikkita etap yurgansiz, rasxod qilgansiz. Shu rasxod Bilet, Dubayga bilet. Rasxodni to'g'risi yopmayapti-yu. Lekin men bitta narsani sizlarga aytaman, men bu ishni bekordan qilmadim, chunki qarasam 2 marta Nasimik yutyaptilar, Shoh yutyapti. Men shuncha aytib o'tishim kerak edi. Menga uni abidni bo'ldi. Nima yutolmas ekanman dedimda, Dubayga uchib ketib Mustang oldim. Biz revansh tribus qilamiz. Bu videoni ikkinchi qismidan olamiz. Agar 1000 ta like yig'sa mana shu video, ikkinchi chasini olamiz va ikkinchi chasida kattaroq priz qo'yib va 100% buni men yutaman ikkinchi chasida. Sizlar uchun. Priz kamlik qildi men yutishim uchun. Priz ko'p bo'lganda. Yo'q, pul ovozini eshitib qo'yinglar. Yana 100 ming ber. Yo'q, bo'ldi. Men 50 mingni bering. Yo'q, bu kerak emas deysiz 50 ming. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bizning Instagramimizda mana ko'rishingiz mumkin. Podpiska qilib qo'yinglar agar keyingi videolarda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. keyingi videogacha.